Assalamu alaykum aziz qeyrindaşlar. Anlavatqınыңlar Zordun Sabırның Archa yaprıqı namlıq Boğuslar toplumuның davamı. Qışның tüni şuncha uzaqmı? Tamaqdan keyin Eli atlanıb doktorxanaga dadısını kütkili ketdi. Mahbuba Elining yangisi Latifa bilan cho'chiri tugishga o'ltirdi. Titilishga boshlagan kigiz ustiga ko'p selingan bo'lsa-mu, qiz hamon bearam edi. U putlarini so'zib, qiyisib, birda bu yampichiga o'rilib o'ltirib, nozik barmoqlari bilan ushshaq qilib cho'chiri tugatdi. Elining yo'qligi, munu 3 balaning to'pchang ko'tirib qiyg'itishlari, mashti ko'yayotgan madakdan turib-turibla chiqib turadigan qansiq is qizning ich pushug'ini teximi oshiribdi. Latifa sho'x balalarni siliq so'zlar bilan kayib qo'yatdi, lekin tillamaydi, urmaydi. Mana balalarning o'tiranchisi tuyuqsizla Mahbubaning kaynidan kelib, bo'yniga esildi. Mahbuba o'ngdisiga yiqildi, cho'ng kelib qizning qo'sig'iga mindi. Kichigimi fursatni g'animat bilib, qo'lig'idagi halqisini kuchab tortdi. "Qo'yisha, bangvashla!" deb balalarni tortdi Latifa. Heti qashni bilmaydi. Eli mushundaq o'gitib qo'ydi. "Qo'pinglar, hadanglarning anglini rasvo qildinglar. Eli akam bo'lmagandikin kimni bosatdiq amsa?" deb domsaydi ikkinchi o'g'il. "Cho'chirangni chachiman." "Nabi," dedi Latifa balaning qo'lini silkib. "Buvangni doktordan achqimiz, bildingmi? Cho'chirni setib pulini buvangga beramiz." Buvisining ismi chiqdi, balalar jimiqdi va miskillashdi. "Dadamning kesili eg'irlashib qoldi," dedi Latifa məyuslanib. "Doktorxanadan əp chiqib ketinglar degan o'xshaydi. 5-600 yuansiz əp chiqili bo'lmaydi. Qo'ngshidan ya maktabidan yordam elishni xolamaydi. Bu Elining mijozi shundoq. Balalar uni petig'dab ximir qilibdi. Hijibla yotqini yotgan. Texim munu cho'ngi bilan kichigi uning bilan birga yotidi. Kechich to'siyotgan, cho'ngini yepiyotgan, o'zi tuzuk uxlamaydi. Yana qarasangiz balalarni uxlatib qo'yib kitob o'qiyotgan, yeziyotgan, 1 minut jim turmaydi. Ajabmi charchamaydi ekan, chechilmaydi ekan. Balalarga alayg'inni birsiga dard aytib zarlanganini bilmayman. Hal o'qitimiz mushinchilik, Elining 50 yuan puli dadasining g'izosidan oshmaydi. Yaxshi kunning yomoni bo'lib qolsa, dadamni uzatishga lozim bo'ladi deb kechalari avu kichik tajribaxonasida bir nimalarni tajriba qiladi. Aynak sirlab yakshanba bozorga ulgurtib 5-6 tiklimi aynak tayyorlayotdi. Aynakka rasmlarni sizidi. Mushu mahallaning radio, televizor, velosiped, un alg'ularini eli remont qiladi. Buningmi azroq kirmi bo'ladi. O'zingni xar qilg'icha kuchingni xar qil deb birsiga chiroy sarg'aytgandan jabba tortganni yaxshi ko'rdi. Bu yerdan zapchas lozimliqlarni setib olib, radio qurashtirib, unimi satdi. Ashundaq qilib xeli qo'shimcha pul topadi. Lekin sizdan nemisini yo'shirimiz? Ikkili ko'yniga, ikkili xodani burulkisi bor. Na haroq, na tamaki yo'q. O'ylanadigan vaqtimi bo'lib qoldi. Hozir to'ylar eg'irlashdi. Na birjin gurush, na olqandak lati elib tashlab qo'yg'ini yo'q. Mening ichim titildaydi. Amalim qancha. Mahalladagi uning bilan tang tushlar balaliq bo'lib qoldi. Yalg'iz bizning Elilar texi beshini o'nglashni o'ylabmi qo'ymay yuribdi. Qiz to'g'risida o'ylamamdikin desam, undaq emaskan. Birisiga ko'ngli bor o'xshamamdi. Bilindirmagani bilan dard odamning ichida yotmaydi ekan. Men uning qog'ozlari orasidan bir qizga atab yozgan she'rini ko'rib qoldim. She'rini o'qib, o'pkamni basalmay yig'lab etdim. "Nima deb yozibdi Latifada?" Mahbuba hayajon bilan darhol so'radi. "She'r 3 kublit ekan, 1 kubliti yodimda", dedi Latifa va she'rni o'qidi. "Qarayman bir umr talmirib, qo'l yetmas ko'kdagi yulduzga. Na qapqan lozimkin aylanay, sudiki parvosiz qunduzga." Mahbuba tuyuqsiz o'q tekkan kiyikdek tepchakladi-da, o'rnidan turib talağa chiqib ketdi. Osmon suzuk, yulduzlar chimirlaydi. Yulduzlar bilan so'zlashishga amroq qiz tiniq, sirliq osmonga qarab o'z baxtini ochiq ko'rdi. "Yo'q, sizni bir umr emas, endi bir kunmu talmirt kuzmayman.
deb pichirladi qiz hayajon bilan. Sirliq bilindi. Yulduzlar texmi güzel, texmi sirliq bilindi. Necha vaqtdan beri uni qiynagan iç puşuğu tüygəndək, tepişmaq yeşilgəndək, qızlar üçün xoşalliq və qorqunuşluq bolğan bu gün yetib kelgəndək, şunun üçün əmdi bu işinin yoşurduğan yeri qalmagandək bolub, yulduzlarının özü biladigan isimlerini atab to'lig'isi keldi. Mahbuba bu suğda Latifa paydo bo'lganda qiz ko'z yoshlarini surtib o'tadi. Mahbuba, sizga nima bo'ldi, singlim? Latifa uning yeniga keldi. Jinim hada, dedi Mahbuba Latifaning mo'risiga beshini qo'yib. Iningizga ayting, men rozi, menga ishonsin, men uning xo'shallik qayg'ulariga sherik bo'la olmayman. Ular ikkilisi kechichi kirpik qaqmadi. Sirdoshdi, kulishdi, yig'lashdi, lekin tun oxirlashmadi. O'z hissiyotini yoshirishga o'rganmagan Mahbuba ulug' kichik tindi. Tova, dedi u asnab. Qishning tuni shuncha uzoqmi? To'y desa quruq terimi midirlaydi. Elining ig'ir kasal dadisi İdris apandidan bu ishni anglab, o'ruq qo'llari bilan saqilni sepidi. Uning pildirlab qolgan ko'zlarida shodlik ushqunladi. U qurg'an lablarini tasdim edirildi. Balamga esla, manga qarab bu marikini kayniga so'zmisun. Balamning baxtini ko'rsam balkim tuzilibmi qolarman, dedi va xayrlik ish uchun duo berdi. Latifa balalarni onasinikiga opirib qo'yib, oz to'la dasmining yo'lini qildi-da, go'ngshiga berib cho'churxona ochdi. Uning pokiz oshxonasida tamlik cho'chura toza yaxshi bozor topdi. Her keşligi g'alla sanaganda iqim chiqimdan sirt 15-20 yuan kirim bo'lib turdi. Oshxonaning yuguri yetim ishlarini İdris apandining bir o'g'li ustiga oldi. Eli teximi xiyolchan, kamsiz va tinimsiz bo'lib qoldi. U o'z kunlarini sahar turib inglizcha yodlash bilan boshlaydi. Kun bo'yi tinimsiz harakat qilib, yerim kechida kitoblardan xotira yozish bilan oxirlashtiradi. U texi soatga qarab ish qilishga odatlanmagan. Shunga qanchalik ishlaganligini vaqt bilan aytib bera olmaydi. Bugun bolalar va yangisi yo'q. U bosh to'xug'icha kitob o'qidi. Lekin qurlar orasidan Mahbubaning ovozi anglanib, chiroyi ko'rinib, uningga tinchlik bermagandan keyin kitobni yepib qo'yib, qiz bilan mungdishishga boshladi. Mahbuba, men endi siz bilan bir uyning odami bo'ladigan bo'ldim. Qanchalik xushal bo'lganimni bir o'zimni bilaman, lekin g'am andishlarimni, azoblarimni birla o'zim bilaman. To'y muhabbatning qavrisi deyishirkan. Mening qalbimni hissiyat bulg'iga aylantirib qo'ygan sherin muhabbatning oxirilishini xohlamaydim. Texili biz o'ltirdigan uy yo'q. Muni ikki eg'iz uyga sizni olib kirolmayman. Bu uydagi vang-chung, chang-to'zang ko'z yeshi bizning muhabbatimizni qabriga tezroq kirgizishi mumkin. İdris akaga rahmat. U maktabdan uy hal qilish uchun tirishyotdi. Lekin yengam bilan dadamni qandoq tashlab ketaman? Elib ketsam nega sig'dirman? Dadamning, yengamning mening to'yim uchun sakpara bo'layotganini ko'rish menga qanchalik azob. Başqalarning azob va amgiki hisobiga men ko'ngillik uyga, chiroyli ayolga, sizga ega bo'laman. Bu menga qanchalik alam qiladi? Yana 10 yil kutsam, siz nima dersiz? Sizga tushunarsiz, lekin dadam rozi bo'larmi? Uning 4 kunligiga qoldi-ku. U xiyolida Mahbuba bilan so'zlashib, yetib uxlab qoldi. Eshik qattiq urildi. U cho'chib uyg'ondi va darhol dadisi yodiga keldi. "Shum xabar", dedi u oldirab kiyinib. Sirtdan uni oldirtib, mashina signal bermoqda edi. U o'zini sezmay qo'liga kitobini elib, chapinning bir yengini sapmayla, o'yli eshigini etishga yugurdi. "Kitobing nimasi?" dedi İdris apandi qirodin hurpaygan qoshlarini dingaytib. "To'y oqshimimi qizni qayirib qo'yib, kitob o'qiysan-ku deyman. Bo'l chapsan." "Nima bo'ldi İdris aka? Uyingni jo'ndimamsan?" dedi İdris apandi qo'pol va zo'qmanlik bilan yolg'ondan xafa bo'lib. "Shamil Shujining buyrug'ini ijro qilamiz. Hukumatga nimang yarab qoldikin tang sen avaqning. Sana Gongshi atrofidan bir qo'rajoy elib beribdi. 4 eg'iz uy, 7 fung big'i, kangri o'ylisi bor ekan.
Mahbubaning taalluqati bilan oqshomdan beri uyingni yasidiq. O'g'illik to'ying bo'ladi. Buni uyingdagi bisotingni elib ketish uchun mashina olib keldim. Bu nima qilganinglar? Mahbubaning dadisi joy setyaptimi? Men bunda qilishga qo'shila olmayman, Idris aka. Akang qursin, akadan mingni desangmi bir tiyin emdi. Fikring bo'lsa, Shamil akaga ayt. Sen buyruqni ijro qilmasang, men ijro qilman. Tushinglar, yigitlar. Mashinadan 4-5 yigit sakrishib tushdi-da va o'ylig'i mengishdi. To'xtanglar, hey bu, neri o't? Dedi Idris apandi bir egiz bir past dasab o'ylig'i mengib. O'g'illik to'y deganni sen qilmaysan, ko'pchilik qiladi. Eli amalsiz qoldi. Uy jabduq to'shilmoqda, yigitlar kulishmoqda. Eli nailaj kitoblarni ratlashga tutishdi. To'y dedi u hem xo'shal, hem xijil bo'lib qizirib. Kutilmagan to'y. Hayot lazzati. U ko'ziga tushgan quyosh nuridan cho'chib uyg'ondi. U derazaga qaradi. Navatrang ipek pardalar orasidan tala nurlar tushmoqda. Deraza tagtisidagi baraqsan gullarning ustida bong chivin g'ijildaydi. Go'zallikning kushandisi deb tilidi yigit chivinni. U tamlarga qaradi. Sim karvat ustida chaqnab turgan xotan gilimi, paga tarafda cho'ng divan, gilam bilan divan Shamil Shujining so'g'isi, yana kitob jasi, ishkab, xilma-xil qachqumush, kiyim asqishda liq-miliq kiyim, qat-qat tizilgan sanduq chamadan, yerga silingan 2 parcha esil gilam. Shuncha boyliq bilan bu uyga xo'shalliq elib kelgan qiz mana yenida yetibdi. Onun puraqlıq çaşları appak mamuk yastık üstüge yepilgan. Uzun kirpikleri yim cüplüşüp xiyalcan ve sual bilen tikiladigan jadu gözlerini yoşurgan. Onun ləvləri yim yumulgan. Yenik nəpəstin köksi asta xuddi sopun köpügidek nazik titreydi. Yigit alqalları bilen qızның quyuq çaşlarını asta sepidi ve caynigiga tayinib turib qızğa zoğqi bilen tikilib qaradı. Qarğan sırı hayat onunğa küz aptıvidek yıqımlıq, etiz naqsidek larzan, şax meyvisidek şerin tuyuldu. Muşundaq lezzetlik turmuşni kim yaman körüdü? Dep oyladı o bəxit içide məs bulub. Komünistlarning japağı özünü etişimi başqalarının rahat parağıt üçün. Demek bizmi rahat parağatni yaman körmeymiz. Lekin onun aval başqalardan aşsa andın yaq. Bundaq oylaşqa haqqım yo'q. Men başqalarning taqdim qilgan, yo'l qo'ygan, o'tinib bergan rahat parog'atda hisobati xushal bo'lyapman-ku. Dadam kecha nima bo'ldi-kin? O'quvchilarim-chu. U cheksiz rahatga da'vat qilib turgan, umrida o'ylabmi baxmagan esil yotgan ko'rpalar ichidan sug'urilib chiqdi-da, Mahbuba tik turib kiygizgan kostyum burulka, qisqa paltolarni asqiga esib qo'yib, o'zining ko'ni kiyimlarini tepib kiydi va putining uchida dasab dalonga chiqdi. Yuz ko'zini yuvib bo'lgandan keyin dadisi bilan yangisi turayotgan 2 eg'iz uyning eshigini chekdi. Va alaykum assalom o'g'lim, dedi dadisi yostiqqa tayinib aralli beshini ko'tarib kulimsirab. Og'riqim yomon emas, xeyli yaxshi, ko'nglim g'izo tartmaydi. Tashnoliq, o'g'lim, hadang sudan kelgicha ho'yla aramni supurvat, o'g'zida qor bor o'xshaydi. Adalvat, qiynatanga ming rahmat. Sendin qaytmasa Xudoyimdan qaytar. Xizmatini yaxshi qil, bak baland odamlar ekan. Bovay cho'kidek qatmal qo'llarining kayni bilan ko'zini surtdi. Eli aka, dedi cho'ng ufqisi ko'zini o'ylab. Nemishqi biz bilan yotmading? Nemishqi bugun atigan heliq kitobingni o'qimading? Ati o'qiyman, dedi Eli balaning peshonasidan suyib. Men maktabga berib kelay dada. Barg'in, obdan ishligin. Bovay darmon sizlanib yostiqqa beshini qo'ydi. Ha, naga? Dedi İdris Efendi onunğa yolda uçurab. Nima? Balalar, dəris, xizmətdəmsin ha? Senin böşügünni tayarlagan adam kültügünni töküşünü mi bilidi? Hemmisini orunlaştırıp bulup, seni ensizlik qilib yürümüsün dep bu yak kelişim. Man, tüzük kiyin. Elğo senkensen, kimni bolsumu 3 gün kelinin yeniden midirlamagan bolatdi. Eli qaytib geldi. Qızıl sırlanğan tömür qapqaqlıq darvaza keng açılğan. Oylada kichik mashina turadi. U oduqib uyga kirdi. Mana,
biz birinci bulup keldik, dedi divanda kerilip oturgan Kamil ornudan turup elini çın kucaklap. Tebrikleymen, mübarekleymen. Töt gözüm bilen kütken gün ahiri geldi. Hayacandan keçi uxlayalmadım dostum. Biladigan sen, Emin Efendini sehi qılıvetkenmi, dadamni toy beş qılıp tik turguzganmi peqir. Sen bilim ügengen bolsan, men diplomatiya ügengen. Mört kilediken mening tilim heykelni küldürelaydı, yığıltalaydı. Bununla işindigan sen avak. Mahbuba bilen xan qız bir-biriga qarışıp qoydu. Bilimiz, dedi Mahbuba xan qızga közünü qısıp qoyup. Mörü tikilediken sapmısak adamni but heykelge maylandırıp qoyalaysız. Ha, zəhər, dedi Kamil külüp. Xan qızның şikayetini anlaverip, bana öş bulup kaldınız da. Xan qız yalğan eytidu. Haqiq şikayetini menden anlaysız dahi. Nimeli desiniz mu sizlərinin bəxtinlar üçün bağrı kavap bolğanlar tizimlikide birinci orun alımen. Boldi, qini Mahbuba, joz tayarlan. Bizning bundan keyin iş gücüp bulup sürüdüğün lezzetlerimizden birinci günü bana bugünden başlap bekitildi. Ömür tehi uzun, 2 cüp, keyin balı nevrimiz bilen 10 cüp, 20 cüp bulup giteyli. Məngülük dostluğumuzdan birinci gününü dağdığılık, köngüllük, mənilik, lezzetlik kılıp başlaylı. Bu gün mu külke, nakşa, çaq-çaq, muhabbet bilen tizle ötüp gitti. Yerim keçip olganda Kamilcan bilen xan qız ular bilen hoşlaştı. Kördün mu eli? Dedi keşkirgice hemme adamni ağzıga qartıp valaqlagan Kamilcan bir qo'lini elining, bir qo'lini Mahbubaning mörsiga qo'yib, mas ko'zlarini xumalashtirib. İnsan hayat üçün köreş qılıdı. Hayat demek turmuş lezzeti demek. Toxudan izlegandek insan lezzet izleydi. Toxudanğı toymagandek insan mu lezzetki toymaydı. Her haftada oyun, yak. Her 3 günde bir qitim bolsun. Ata shaharga bizninkiga taklif, mashina avatiman. Mehmonlar uzgandan keyin Eli Mahbubaning qo'lini tutdi va uning ko'ziga qarab ehtiyot bilan. Rasmu, yoshlikni o'yinga sarf qilamizmi? deb so'radi. Yo'q, dedi qiz darhol. Men uni xolmayman. Biz boshqacha yashaymiz. Burunqidanmi qizg'in ugunimiz, ishlaymiz, baslashimiz, talishimiz. Mana lazzat shuningda. Mana bu hayat lezzeti. Təliyiniz kaj ikən Mahbuba. Əmdi ularning həmmili işi cədvəldiki vaqt boyunca qılındığan boldu. Ular kəlgicə yengisi tamağını tayarlab qoydu. Tamaqdan keyin Mahbuba öy işi, Eli Qur'anın işləri bilan 2 saat həpilşidi də, kech saat 8dan keyin Eli öz təcrübəxanasıga chiqib ketidi. Mahbuba yasidaq öydə kitap oquşqa kirişidi. Faqat kech saat 11 bo'lgandila ular o'z uyiga jam bo'ladi. Ilm fan yengiliklari, qilgan ishlari, o'ylagan, ko'ngliga pukkanlari ustida 1 soatdak paranglashadi. Ularning kunlari ana shundoq tartiblik, ko'ngillik o'tmoqda. To'y qilib 7-kuni kechda ularninkiga Kamiljon bir bo'lkuvayda mas mehmonlarni boshlab chiqdi. Şopurmu məs bolğunu üçün ularning ishiga oldidiki elektr sim törügini maşinaga soqtirib örvetdi. Tok simi üzüldü. Lekin mehmonlar üçün bu ishlarmi ko'ngillik va tamasha bo'lib to'yildi. Bizning Eli hozirla tuzaydi, dedi Kamiljon do'stlariga maqtanib. Toknimi, mashinani jo'ndaydi. Eli bar yerda peshkal yo'q. Ag'inlar, qani kulkini to'xtatmayli. Eli mehmonlar üçün soyuşqa qo'y tayyorladi. Tok simini ulash üçün o'g'ziga chiqdi. O'g'ziga qisqa badiri bekitilib, vaqtliq tok ulab qo'ymoqchi bo'ldi. Yiqilgan to'rikdagi jaynaklarni chiqarib, badirga tikdi-da, simning uy tarafidagi uchini uningga bog'ladi. Endi tok bar simni ap chiqib ulash kerak. U tok bar simni uzun badirga bog'lab, o'zi o'g'ziga chiqib, Kamiljonga sim bog'langan badirni sunib berishga aytdi. Kamiljon badirning uchini havoda pulanglatib chaqchaq qildi. Bizning Eli qaltis chaqqan, dedi u qaqaqlab kulib. Qaranglar, 2 metr yiroqda turgan simni qalg'ash kepinak tutgandek tutib oladi. Tuta Eli. Eli o'g'zining leviga kelib, Kamiljon sungan badirga qo'l sundi. U badirning uchini amdila tutishiga Kamiljon keyniga surilib ketdi.
Şu çağda eli dügcüp ketdi de özünü tutalmay 3 metr egizlikdeki ögüzdün uçup düşdü. Toң yerge söngeç bilen gıqla düşdü de asta to'lidi. U derhal peşini kötürüp eğridi. Arkadan külümsirdi. Koluğu tayinip orundan turmakçı boluydu, belini alalmadı. Belim, dedi u azap bilen kökürüp ketken çırayını pürüştürüp. Onun beli qattiq bir ağrıdı da kүйüşkendek boldu. U ikinci qetim turuşqa urundu, lekin belini medirip almadı. Onu başqalar koltuqlap öyge manganda, putları ölüknün putudek yer sıcap sörülüp mangdı. Birinci bulup Məhbubə vaqırvetdi. Eli, dəssəp beqina? Eli ayalının közüdə lığıldap durğan yaşını gördü de azapını təsti yütüp külümsirdi. Korkmang, oğlanıp gittimən. Lekin onun kömürdək qarayıp ketken yüzüden çıpıldap ter aqatdı. Qandaq qılıp yıqıldınız Eli? Özüm pəxəs bolmay. Kerek yok, dedi Kamılcan dostlarını içkirdiki öyge başlap. 1-2 saat yazsa, en yaxşısı 2 romki qiqivəsə oğlanıp getidu. Soqu yal türüp qalğan gəp. Eli'nin azaplıq külümsirişi Məhbubənin dılığa tığ bulup sancılmaqda. Bunu Kamılcanның tetiqsiz külkisi onun qəzbini qozğamaqda. O özünü höңrəp yıqılıb etişdən, Kamılcanны qattiq tilib etişdən arallı tutup durmaqda. O şopur yigitke iltimas qıldı. Xapı bolmısınız, mehmanlar azraq təxir qılıb tursa, Eli'ni doktorga elib barsa qandaq. Məhbubə, qorxmang, dedi Eli yeni külümsirib. Mehmanlarını kütüyürün, azraq yazsam oңışılıb qalıman. Mehmanlar sorun tüzəşdi. Məhbubə pərtuq tartıbilib, iş bilən yügürüp yürgeni bilən, onun əsiyadi Eli'de idi. O Eli'den Eli'ye kızıq çay, ağırıq pəsətkücü doğrularını elib gelətdi. Lekin Eli'nin əhvali bağansırı yamallaşmaqda. Əmdi zor qıpmı küləlmək qaldı. Məhbubə alqını bilən Eli'nin pişanısını tutdu. Eli'nin temperatursu örülməkdə. Putları ölüknün putudək muzlamaqda idi. Ahiri yengisi İdris Əpəndini başlap geldi. İdris Əpəndi Eli'nin halını gördü də, "Yaq, dert xeli var. Eli, közüňni aşqına afkam," dedi avazı titrep. "Hoşunu bilmey yazsa, munu xaqның naqsını qarmamdıgan." O dingaklap minip işkirk öyge kirdi de, is içide terlep pişip naqşı bilen haraq içivatkan azimetlerge salam qıldı. "Bizninkiga götkileyli, öyümni örüvəssəңlarmı meyli," dedi o külümsirep. "Bu öyde Eli'nin hali yaman." Məslər cimişdi. Şopur səgidi. Eli'ni Məhbubə, Kamılcan və yengisi doktorga elip getdi. Ədisi Kamılcan doktor bilen sözleşip bildi. Eli'nin bəl julunuğa zəxmi yetken, bəlinin tövini palaş bularmış. "Əpsus," dedi o yalğan məyusunu. "Eli'nin beli kardan çıqqan oxşaydı. Təliyiniz kajikən Məhbubə." "Maňa lazımi qalbiniz." Ağırıq azabı, uyuqsuzluq onun üstüge zəmbilge silip doktorxanalarda söreştirip yürüşler Eli'ni halıdan ketküzdi. O bir aydan beri doktorlarının çırayıdan, yakınlarının köz yişidən, dostlarının avazıdan hemmini bildi. O əmdi belinin tövini palaş adam. O Məhbubəge eğir yük bulup uzun yıl ölmey yaşaydı. Ölmezlikinin səbəbi onun iştihası sağ, nerveleri cayda. Gerçi burunqıdan terikkek, nazik bulup qalğan bolsumu zihni cayda. Muhimi onun işcan kolları bilen çarçımaz közleri burunqıdak işleydi. Hazır onun üçün zörürü cimcitlik, yalğız xiyal qılveliş. Mana bugün doktorxanda yetivatqılı bir ay bolaydı di. O ağ xalatlı qutquzğıcılardan bizar boldu. Her günüli bir xil iş. Temperatura ölçəş, asmokol, təmsiz dora, kitap oqışqa, xapı buluşqa, tamaqını cıq yeyişki yol qoymaslıq toğrısıdaki sılıq tapılaş. Onun birden bir tiligi doktorxandan çıqıp getiş. Məhbubə bilen yalğız cimcit oturup onun yürek sadasını tınşaş. Məhbubənin bir aydan beri qançılık azap çəkkenini eliyle bildi.
Eliga көз ешini көрсәтмегені білін, қызның отырышып кеткен хумар көзлері, сарғайып кеткен чырайы, құрған ләблері әммені мәлім қылып тұрыпты. Мәхбуба күлімсірәп өйге кіріп келді. О келіпла Elining пешанысыны алқыныға қойды да, күліп тұрып. Yaxşı болып қапсыз, әнді бір айға қалмай тұрып кетсіз. Мен бір кітаптың оқыдым. Сіздің юлыңыз сақ. Юлың сақ болсыла, нерві палашлығы сақиып кетірген. Дадаммы yaxşı болып қалды. Бүгін асысығы тайынып, баққа меңіп чықты. Балалар сізні көрішкі тәшна. Оларны әдәм бүгін әп келеді. Нәшпіт ақлап береймі? Eli Мәхбубаның назық бармақларını ойнап тұрып, «Яқ, оныңдың көрә мауы Байрон шиерлерінің инглисісіні оқып беріңа. Мен 23 күн инглисче оқымадым. Әнді сіздің қалдыған болдым», деді. «Әнді өтіп кетсіз, сіз кәсби кітап оқуғычы. Оқыштың башқа ішіңіз жоқ. Мәнчу, қызмет, өй іші, вақыт шықсы оқыш болмыз жоқ. Қолларыңызда қадақмы пайда бопты? Әмге қылдыңыз мұ неме?» «Қылмайчу», dedi қыз күліп. «Ақшам әдәм ішкіміз бағының бош еріні ағдырып болдық. Аз күнді бахар келеді. Баққа өз қолым білән көктат, гүлләрні тереймен. Сізге алма астығы сұпы ясап бермен. Шу ерді еттіп кітап оқисыз». Eli қызның алқынны мәңзігі яқты. «Мәхбуба, мені әп чықып кетің. Бүгілі әп чықып кетің. 20 kilometr yolni her günde bir qetim besip şəhərge kirsiz, yezgi çıqsız, bilmən, hazır patqaqçılıq, qarana, cüdəb, uruq bop ketipsiz. Hər as, dedi qız dərhal gəp yütkəp. Latifa adamni ata-anası turmuşqa çıxışqa qısta ötüptü. Akşam adam yığılıdı, Elini, dadamni taşlap bu öydən qandaq ketimən dəp yığılaydı biçara. Mənğu özüm qarayman, yetişimən, Balalarım qarayman dedim. Lekin onun көңлі bək yerim. Turmuşqa çıxsın, dedi Eli titrəngü avaz bilan. Elim o dərdimizni tartdı. Мәхбуба, əmdi bizning balalarımız bolmaydı deməkçimisiz? 3 oğlumuz barğu. Mən onlarni balalarım deb tanıyman. Mən sizga yük, dedi Eli uzaq jimjitlikdan keyin qizning öz chechini o'ynayotgan barmoqlarini ching siqib. Sizni baxtsiz qilib qo'ydim. Nima? Siz hayotqo? dedi qiz kulib turib, Elining engigidan ko'tirib ko'ziga qarab. İnson badani bilan emas, qalbi bilan qadrlik. Badan kalidimi, tugidimi bor. Men sizning jismingizni emas, qalbingizni yaratganman. Badaningiz mayli qanchalik darajada keraksiz bo'lib ketsimi, yuragingiz so'qibli tursa, pokiz qalbingiz o'zgarmasila, siz yuk emas. Manga lazimi qalbingiz. Qiz yigitning beshini bag'riga ching bosdi. Bemahal tushgan qiro. Elining beshiga tushgan bu qismat uchun azoblanganning birsi İdris apandi. U o'z o'quvchisining baxti bilan baxtlik, xushallig'i bilan xushal, kelgusidagi utuqlari bilan umidlik odam edi. Elining palokatga yo'liqishi, uning ustiga bu yil bahorda Elining dadasining vafot bo'lishi, qiynatisining 40'ını to'shqizib, Latifaning turmushga chiqib ketishi bilan 2 bola va oila ishi, maktab ittifoq xizmatining Mahbubaga qilishi, Mahbubaning har kuni Elini mehnatchilikdan tozalab, ko'nglini ko'tarib, bolalarni uy ishini saramjonlashtirib bo'lib, 12 soat darsini qoldirmay o'tishi, mana mushu sababdan o'ruqlab, tugishib ketib berishi uni texmi azoblaydi. U sahar yo'lga chiqdi. Xiyolida birlarini tillab, birlarini maqtab, bir nimalarni hisoblab uzoq mangdi. Lekin qanchalik mang'inni bilmadi. U Shamil Shujining uyiga kelganda, u yo'q bo'lib chiqdi. Bovoq ko'tarib olgan Kamil uni kutib oldi. "Yaxshi bo'ldi", dedi İdris divanga cho'kib o'ltirib, peshona tarlarini surtib o'tib. "Siz bilanmi mening ishim putaverdi. Tilingiz qisqa emas, kesalaysiz, aqtira olaysiz. Mahbubani xizmatdan to'xtatib, eliga qarashga qo'ysak, maoshini butun bersak, buning bo'lmaydigan nar bor? Necha vaqtga? Eli saqaygacha. Bir ömür saqaymizchu. Og'zingizga tash, shundaqdimi mayli. Niyatingiz yaxshi, İdris aka", dedi Kamiljon balini papilab gilam ustida menib yurib.
Lekin hökumətimizin siyasət bəlgiləmələri sizdək mehr şəfqətlik adamlarning arzusini asas qılıb emas, xalq mənfəətini, dövlət mənfəətini, əmli ehtiyacını asas qılıb tüzülüdü. İdris başqalarının atqaçılıq qilishini, özünə savaq berishini yaman görüdü. U o'rnidan turdi da dingaqlab minib eshik tüyüge bardı. Hal bo'lmaydi danga. Men kimning manfaatini ko'zlabdiman amsa? O'ltiring İdris aka, dedi Kamiljon uning yo'lini to'sib. Başqacha amal qilarmiz. Men mudirga aytgan, eng yaxshisi Mahbubaga nasihat qilinglar. Elidan burroq ajratsin, o'zini xarob qilmasin. Elini sanatoriyaga kirgizimiz, davlat qaraydi. Mahbuba istiqbolli qiz edi. Biridan ayrildik, birini bo'lsa qutqizib qolayli. Da'vat qilingiz xalq manfaatimi Kamiljon ko'jang? Dedi İdris kasıldap titrab. Nimandaq ovozingiz bo'rining uvulishidak anglandi. Aynib qaldingizmi nima? U dingaqlagan peti ko'chaga chiqib ketdi. U kechqurun Emin apandining uyida paydo bo'ldi. Arig'ing bormi Emin? Say tayyor bo'lsin. Nadin o'ganding bu spagarlikni? Qo'yg'ina. 2 rumkaga cho'ng qilib qo'y. U rumkini quruqdida tamakisini sho'rab qandaq degandek Emin apandiga qaradi va so'zini davom qildi. Gapni ochiq qilayli. Kuyovling saqaymas palash bo'ldi. Qizing endi yasinishni unutadigan bo'ldi. Bular yamini bir jup olmadan tang ayrildigan o'xshaymiz. Birsi qolsin desak, ularni nikohdan ajratqidakmiz. Qizingning ustidagi yukni elib tashlaymizmi? Aljima, dedi Emin apandi tarini turib. O'yin emas qizimning baxti, bizning ko'ngil aramimiz. Aljidingmi? Aljigan odamning gipi bu degina, hem yana qo'ya. Qani ularning salomatligi uchun bir ko'tarayli. Shanxayga apirib davoltishning yo'lini qilyapmiz, dedi Emin apandi ikkinchi rumkadan keyin qizishib. Qizimning maosh to'xtasimi, vaslim kesimi mayli. Qizimning baxti uchun men hammani qurbon qila olayman, Idris. Idris apandi beshini silab kuldi. Ko'rdingmi? dedi u oqargan chochlarini ko'rsatib. Texi qishtila beshim qunduz tukidek edi. Kuyovlungning qizingning g'emini to'li yeb, bemahal qiro tushdi. Bosuğa. 2 kundan beri yig'iyotgan yomg'ir ularni dimiq uyga qamab, ularning ich pushig'i azoblarini ko'paytdi. Ularning yangi paranglari allaqachon tugagan, ba'zi gaplari ko'p qatim takrorlangan, ammo uning ustiga nam havo elining dahshatlik badan og'rig'ini qo'zg'agan. Na kitob, na muhabbat uning ko'nglini avundurolmaydi. Mahbuba elining sapralashgan chiroyiga qarab azoblanadi. Buyurtmalarni aldirab o'rinlaydi. Lekin elining xotirjamligi, xushxo'yligi qaytib kelmayotadi. Mana bu hol qizni bakrak qiynamoqda edi. Kechqurun uyga yomg'irliq chapinning suyini eqitib, Kamiljon kirib keldi. U xuddi bolasini seg'ingan kalidek injiq bilan yotgan elining ustiga engishdi va "Jenim do'stim", dedi. U elining beshini quchoqlab. "Yomg'ir seni qiynayotdi. 2 kun bo'ldi. Kuchli yavalgan itdek chipirladim. Og'riq pasaytadigan kuchli to'g'ri ap keldim. Ish saqiysan. Havo rayi idorasiga berib uqdim. Yomg'ir yana 2 kun yoqqidek. Sana o'zim qaray deb keldim. Apu qil, vaqtida kelolmadim." Eli minnatdorlik bilan uning qo'llarini qisdi. Mahbuba Elining kulimsirganini ko'rib, Kamiljondan chin ko'nglidan rozi bo'ldi va tamoq qo'qibdi. "Xafa bo'lsala og'riqqa adaydi", dedi qiz hol aytib. "Havo to'limi tishimizga tegdi." Tamoqdan keyin ular yarim kechagacha mungdashdi. Eli xeli yaxshi bo'lib qoldi. Buni ko'rib 2 kundan beri tuzuk uxlamagan qiz asnashga boshladi. "Siz avöge chiqib uxlang Mahbuba", dedi Kamiljon Elining yastig'iga bosh qo'yib. "Eliga o'zim qarayman." Uy jimjit. O'gziga tinimsiz urilayotgan yomg'ir, tuyuqsiz dariza qaqadigan izg'irin shamol badniyat ko'ngildek qop-qora kechining o'yg'oq va sagakligini bildirib, Kamiljonni ansirtdi. Oxirgi dorining kuchi bilan Elimu qattiq uyquga ketgan. U uyda yolg'iz Kamiljonli o'yg'oq. U o'rnidan yalangoyoq, maykchan holda turdi-da, chiroqni o'chirdi. Elini yana tingshidi. Eli baxuduk pushildab uxlamoqda.
Kamiljon putining uchi bilan mengib dalonga Mahbuba yotgan yerga chiqdi. Qiz cho'ng o'g'ilning yenida yotadi. U qizning beshida g'alildab titrab birdan turdi-da, titrab turgan qo'llari bilan qizning chechini siladi. Qiz tatliq tamshib qo'ydi. Kamiljonning taqati qolmadi. U chiroqni o'chirdi-da, qizning yenida so'naylinib yetib, xuddi och mushuk chashqonga o'zini otgandek, bo'ri qo'zini qamallagandek harakat qilib, qizning nozik belidan quchoqlab, levini chapildi. Qiz cho'chib uyg'ondi. Kamiljanni mo'rildi, tishladi, tapdi, do'miladi, lekin ovoz chiqarmadi. 5-10 minut etishgandan keyin qiz halsirdi. Ilojsiz u Kamiljanning qo'liga "Bugun bo'lmaydi" deb pichirlab, uni aldab qutulmoqchi bo'ldi. "Qachon amsa?" dedi Kamiljon hasirab turib. "Meni qiynamang." Kamiljon yana esladi, o'g'il Nabi undarab so'zildi. Mahbuba shuning uchun o'z nomusini aqlab qoldi. Atdiganligi Kamiljon ketgandan keyin Eli nayt xotirjam va xushal holda Mahbubaga: "Kamiljon yaxshi yigit, xon qiz bekorla uningdan ayrilib ketdi", dedi. Mahbuba xuddi xanjar urilgandek azoblandi. U ta'tir qarab oldi-da, paypig'ini tuzgan bo'lib: "Men maktabga berib kelaman, Nabi sizga qarab tursin", dedi. U Elining xotirjamligiga qarab, ishni sezmaganligini bildi. "Bering, men yaxshi." Mahbuba chiqib ketgandan keyin Elining og'rig'i tutdi. U Mahbubaga bilindirmagani bilan Kamiljonning butun harakatini sezib yotgan. Mahbuba vaqiraydi, u chaqda qanday qilay deganini o'ylab qo'ygan. Lekin Mahbuba vaqirmadi. Qizning Elini ayab un chiqarmaganini Eli Mahbuba qarshilik qilmadi deb tushundi. "Nabi, apangninkiga berib ukilaringni akalgin. Mening yomg'irligim bilan rezinga oyog'imni kiyib ol." U do'miladi. Tirnoqlari va enkining yordami bilan tarlab pishib, dalonga qarab harakat qildi. Lekin uning ilgirlishi sazongninkidek asta qiyin edi. Tirnoq bilan yer tatilab, engak bilan tijarab, butun kuch bilan olg'i siljiganda, palash gavdisi 2-3 santimetrli ilgirlayalaydi. Shundaq qilib 4-5 metr yerga menishi kerak edi. Shundaq bo'lganda u dalonga chiqdi, pagada hasi bor. Hasa uningga uyoqdan usturni tushirib olishga yordam qildi. U ustura uni muhimi Mahbubani azobdan qutuldirdi. "Alg'a, butun kuch bilan alg'a." Eli butun kuchi bilan yer tatildi, tirnoqlari qanidi, engiki tishlari bilan tirajdi. Engak va lavlari qanidi. U o'z gavdisining eg'irligini bugun sezdi. Shu gavdini balisidek ko'tirib yurgan ayiliga ichi og'irdi. U qang'i milandi, chiliq-chiliq tarildi. 2 soatda harakat qilib bo'sig'iga keldi. U butun kuchini yig'ib, yerni tirnoqlari bilan qamallab siljivdi. Bir beshi birla aylandi-da, tumshig'i nam yerni tishlab hushsizlandi. Archi yaprig'i. Kirimsan keyin aniq bir yengni ko'rildi. U okul yenglisidan cho'chidi. Keyin yengni birdilla yeshil tusga kirdi. U endi bildi. Bu archi yaprig'i edi. Mana yaproqlar ko'paydi. U ko'zini ochdi. Dariza gul qatisida kichikkina archi ko'chitib turadi. "Bu qayer?" "Balam", dedi bir tonish ovoz. "Ko'zingni ochqina, balam." "Bu kim?" Archi ko'chitiga zuvon kirdimi? U qurg'an lavlarini midirlatdi. Uning og'ziga tamlik, muzdek suyuqlik temidi. U ko'zini ochdi. "Balam", dedi heliqa ovoz. "Tonidingmi? Men kim?" "Shamil Shuji." Eli 3 kundan keyin zuvon surib, shu ismni ullik atidi. "Mana men Emin apandi, dadang, mana opang, mana Idris apandi, mana qizim Mahbuba, xon qiz, Latifa, mana uklaring. To'nigansan?" U beshini langshitdi va kulimsirdi. 3 kun bo'ldi, doktorxonada yotsan. "Ha, bu viloyatlik doktorxona", dedi Shamil Shuji uning beshini silab. "Apu qil balam. Majlislar ko'p bo'lib, sana qarashga vaqt chiqara olmadim. O'gillikka Shanxayga davolanishga borsan, jazman saqiysan. Yig'lama, nimaga yig'laysan balam? Dadam yo'q dema, men sening dadang. Endi seni hech kim bo'zaq qila olmaydi.
Kamil? Bildim, Mahbuba hammini etdi. Kamilni mu davolatishga avatimiz, uni mu saqaytimiz balam? Uning tamg'i qurdi, ko'zi to'rlashdi. U derazaga qaradi. Derazadagi archa yaproqlari bir-biriga qo'shilib, cho'ng bir yaproqqa aylandi. U ovoz chiqarmay pichirladi. Judun chapqun bo'lib turdi. Yaproqlar o'lmaydi, chunki uning onasi munbat tuproq. 1983-yili 12-oy Urumchi.